Assalomu alaykum. Bizning YouTube'dagi aka optimchi Muxtorjon Murojalarning qadrli obunachilari. Sizlarning kanalim aka optimchilarda ko'rib turganimdan xursandman. Qadrli obunachilar, kanalimiz rivoji uchun, ravnaq uchun bitta like bosib turasizlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, shu mashhur arzonchilar va optimchilar yig'ilgan qishloq Saroy qishlog'ida hafta kuniga chorshanba 2025-yilning eng yakuniy kuni 31 dekabr. Qadrli obunachilar, kecha 30 dekabr kuni Faxriddin ukamiz YouTube kanaliga qo'yilgan qo'zi-qo'chqor, so'liq, bo'g'ozlarimiz, barra qo'zilarimiz sotilish jarayonlari bugun ertalabdan xudo xolasa boshlaganmiz. Mana har dollarimizni tepasida turibdi. Mana bu 3-parakdan chiqqan qo'zi-qo'chqorlarimiz 3.550.000 so'mdan optimga soni 9 tasi qo'yilgan. Dastlabkasi o'zimiz Namangan shaharga ketdi. 3.550.000 dan 9 tasini bir joyga berdik. Biz qadar aloqaga chiqarasizlar. Aka optimchilarda eng arzonlari xudo xolasa hamma sotilgan qo'ylarimizni bitta-bitta qilib sotilganini aniq-aniq chiqarib beramiz. Mana bu qo'zilarimiz sotilgan, mana nasllikka qo'ygan qo'zi-qo'chqorlarimiz ham sotilgan. Bularni ham alohida ma'lumotini berib boramiz. Bittadan like bosib kanalni kuzatib turaversa, tashqarida yana sotilganlari bor. Mana xaridorlarimizni ham olib qo'yasiz. Xaridorlarimiz kelishgan, xudo xolasa savdosini qilishyapti. Yana kimga nechta kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Hamma sotilgan jarayonlarni aka optimchilar kanaliga yuklab boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Bizning YouTube'dagi aka optimchi Muxtorjon Murojalarning qadrli obunachilar, sizlarning kanalim yangi aka optimchilar kanalida ko'rib turganim xursandman. Qadrli obunachilar, manzilimizni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq Saroy qishlog'ida. Muxtorjon va Murodjon sizlarning xudo xolasa tanishadi. Manzilimiz yaqin, yo'lda bo'ydan katta yo'lda 100 metr ichkariroqda. Kecha Faxriddin ukamizning kanaliga qo'yilgan qo'zi-qo'chqorlarimiz sotilishda jarayoni boshlandi. 2025-yilning eng yakuniy kuni 31 dekabr kuni Faxriddin kanaliga 30 dekabr kuni qo'yilgan. Barra qo'zi-qo'chqorlarimiz 2.900.000 so'mdan bir joyda qo'yilgan qo'zi-qo'chqorlarimiz mana 2.900.000 so'mdan qo'yilgan barra qo'chqor soni 10 ta chiqqan, mana tanlab olishga 3 million so'mdan qo'yilgan qo'zi-qo'chqorlarimiz aka optimchilarda arzon sotildi. Mashlarda mana 3 million so'mdan naq xaridori bo'lgan, mana 6 tasini 3 milliondan qildi. Lekin biz bir joyda Farg'ona viloyati Buvayda tumaniga bir joyga hammasini 2.800.000 so'mdan berdik. Yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatliklar deganlarga behijolat sinovlari bor. Aka optimchilarda eng arzonlari. Kanalni rivoji uchun, ravnaq uchun bittadan like bosib turasizlar inshaalloh. Aka optimchilarda bundan ham arzonlar bo'ladi. Kimga mana qo'zi-qo'chqorlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Bitta olamiz deganlarga ham, ikkita olamiz deganlarga ham sotiladi. Lekin bu qo'zi-qo'chqorlarimiz bir joyda optimga sotildi. Olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin. Xudo xolasa sotilgan qo'zi-qo'chqorlarni aka optimchilar kanaliga qo'yib boraveramiz. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi aloqa nomerlarga aloqaga chiqsalaring, dastlabkilari, yemoq-ichmoqlariga sinovlar bor. Aka optimchilarni kuzatib boraveringlar inshaalloh. Aka optimchilarda eng arzonlari. Assalomu alaykum. Bizning YouTube'dagi aka optimchi Muxtorjon Murojalarning qadrli obunachilar, sizlarni aka optimchilar kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Qadrli obunachilar, kecha Faxriddin ukamizning kanaliga qo'yilgan qo'zi-qo'chqor, so'liq, bo'g'ozlarimiz hammasi inshaalloh sotilish jarayonlari bugun ertalab 31 dekabr 2025-yilda sotuv jarayonlari boshlandi. Barchasini ma'lumotini aka optimchilar kanalida ko'rib boraverasizlar. Kimga narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqsalar inshaalloh hammasini ma'lumotini beraveradi. Kimga arzon qo'zi-qo'chqor, bo'g'oz, egizchi deganlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hop, bularda 5 million so'mdan qo'yilgan, 5 million, hop 4 million qo'yilgan Afg'onga gibrid, toza simji hisori, Edilboy, Arashanga gibrid. Xo'p, bunisi qo'chqor, ikkitasi so'liq. Bularning narxi 4 milliondan qo'yilgan, ikkitasi bittasi 5 milliondan qo'yilgan. Inshaalloh akamizga nasib qilgan ekan. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida bir aka xonimizga sotildi. Rosa ko'p telefon bo'ldi, lekin akamiz yarim soat deganda aloqaga chiquvdilar. Shuning uchun u akaga birinchi barakani berdik. Kimga mana qo'zi-qo'chqorlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaversa, dastlabki jarayonlari boshlandi. Olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin. Mana barra qo'zilarimiz bu Buvaydaga sotildi 2.800.000 so'mdan. Dastlabkilarimiz bemalol O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Mana Afg'onga gibrid, Arashan, Edilboy, Simji hisorilardan kelgan. Yana kanalni o'tkazib yubormaysizlar inshaalloh. Bugungi video davomida hamma sotilgan qo'ylarimiz ma'lumotini to'liq berib boramiz. Manzilni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar va optimchilar yig'ilgan qishloq Saroy qishlog'ida. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kimga narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol dastlabkilarni qilib, sog'lik salomatliklariga 3 kun sinovlari bor. Aka optimchilarga obuna bo'ling, like bosing, arzon qo'ylar bizning kanalda. Assalomu alaykum. Bizning YouTube'dagi aka Muxtorjon Murojonning optimchilari, qadrli obunachilari, sizlarning kanalim aka optimchilar kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Qadrli obunachilar, kecha Faxriddin ukamizning kanaliga qo'yilgan qo'zi-qo'chqor, so'liq, bo'g'ozlarimiz sotilishni boshladi. Manzilni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar va optimchilar yig'ilgan qishloq Saroy qishlog'ida. Hafta kuniga chorshanba, yilning eng yakuniy kuni 31 dekabr. Ertagadan 2026-yil boshlanadi. Yil oxirida
narxlar aksiya bo'ldi. Andijondan kelgan obunachilarimizga mana qo'zilarimiz kecha 3 million 800 dan Optimga qo'yilgan. Ichida bitta sog'lig'i bo'lgan. Mana sog'lig'i ham inshaalloh nasib qilgan bo'lsa qochib qolgan. Savdosi bo'ldi 11 million 500 ming so'mga. Andijon viloyati qayerdan kelgan ekan? Chinobod. Andijon viloyati Chinobod shahridan kelishdi. Xudo xolasa doimgidek ukor vaksina emlamalari bo'ldi. Realni kimga mana qo'ylar narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, aka Optimchilar kanaliga obuna bo'lib, like ni bosib turaverasizlar. Narxlarni chiroyli qilib, yengil qilib beriladi. Endi bularga Evermectin qilinyapti. Evermectin bularga 2 grammdan 6 gramm 3 tasiga qilinadi. Bo'g'ozga qilinmaydi, 4 gramm qilinar ekan. Bo'g'ozlarga buni qo'llash tavsiya qilinmaydi, chunki bola tashash ehtimoli ko'proq bo'ladi. Qo'ziqo'chqorlarga bemalol qo'llasa bo'laveradi. Buni har bir oyda qo'llab tursa bo'laveradi mana. Mana teri ostiga qilinadi. Mana 2 gramm bu qo'yni ozgina notinch qilishi mumkin, lekin ziyoni yo'q. Ozgina achish ehtimoli bor. Multivitni ham beringlar, sirasi immunitet ishtahasini oshiruvchi ukorlarni ham qilib beramiz. Quyida ukor vaksinalar Evermectin qildik. Endi multivit ukorlarni ham qo'llab bir qator emlamalar qilib, xudo xolasa dastlabkilari qilib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga ekrandagi nomerga chiqarasizlar. Bular 5 grammdan qo'llaniladi. Ishtahasini ochiradi, immunitetini oshirib, yeyishni yana ham yaxshilaydi. Bemalol aloqaga chiqarsa, doimgidek bonus sifatida qilib beriladi mana bismillah. 5 grammdan teri ostiga qilinadi, bunisi muskulga qilinadi, ya'ni ishtahasini ochadi, yeb ichishni yaxshilaydi. Ko'rdi qilgandan keyin bitta bosib o'rnini qo'yasizlar. Sog'liqqa bu narsa qilinmaydi, chunki buni qochgan bo'g'ozi ehtimoli bor. Bo'ylari bularniki 80 sm, 75 plyusga berganmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aka Optimchilarga obuna bo'lib, like ni bosib turaveringlar. Fahriddinda qo'yilgan hamma qo'ziqo'chqorlarimiz savdosi bo'lyapti. Tashqarida turganlar ham hammasini savdosini qilib, kanalga joylab boraveramiz. Kanalni rivoji uchun bitta like ni bosib turaverasizlar. Assalomu alaykum, bizning YouTube'dagi aka Optimchi Murodjon va Muxtorjonning qadrli obunachilari, sizlarning kanalimda ko'rib turganimdan qadrli obunachilar juda ham xursandman. Kanalimiz rivoji uchun, ravnaq uchun bittadan like ni bosib, kommentariyada otanga rahmat bersangiz, siz aziz obunachilar uchun qo'zi bo'g'ozlardan, sog'liqlaridan, qo'ziqo'chqor barralardan narxlarni yengil orttirishda davom etamiz. Kecha 2025-yil 30-dekabr kuni Fahriddin ukamizning YouTube kanaliga qo'yilgan bo'g'ozlarimiz, qo'zi sog'liqlarimiz sotish jarayoni bugun 31-dekabr kunidan boshlandi, hafta kuniga chorshanba. Qadrli obunachilar, kanal rivoji uchun bitta like ni bosasizlar. Mana ekranda ko'rinib turgan 8 bosh nah bo'g'oz sog'liqlarimiz sotildi. Kecha 5 million 800 ming so'mni Optimga qo'ygan bo'g'ozlarimiz nahlaridan Toshkent Nazarbekka sotildi. Bir Hoji tog'amizga sotdik. Hammasini bir joyga 5 million 700 ming so'mdan berdik. Qadrli obunachilar, kanalda aytilayotgan narxlar muhim emas. Bemalol aloqaga chiqsalaring inshaalloh siz aziz obunachilar uchun narxlarni chiroyli qilib, yengil qilib berishda davom etamiz. Aka Optimchilarni qo'llab turinglar, inshaalloh hammasining narxi realni sotilgan narxlari kanalimizda bo'ladi. Dastlabkamizga mashinamiz tayyor, Toshkent Nazarbekka ketdi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Aziz obunachilar, narx arzoni aka Optimchilarda. Like ni bosib turaverasizlar mana. Mana yuklash jarayonlari mana 4 ta sariq, 4 ta qoralaridan mana. Dastlabki texnikalarimiz bemalol. Qadrli obunachilar, aka Optimchilarga like ni bosib turaverasizlar. Mana ustiga sariq kraskalarni qo'yib, chiroyli qilib dastlabkilarni chiqaryapmiz. Inshaalloh aka Optimchilar kuzataveradi. Assalomu alaykum, bizning YouTube'dagi aka Muxtorjon va Murodjonning Optimchilari qadrli obunachilari, sizlarning kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Qadrli obunachilar, kanalimiz rivoji uchun, ravnaq uchun bittadan like ni bosib turaverasizlar. Eng arzon qo'ziqo'chqorlar kerak bo'lsa, bo'g'oz qo'ylar kerak bo'lsa, bemalol ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat xizmatingizdamiz. Dastlabkilarimiz yemoq, ichmoq, sog'lik salomatliklariga sinovlari bor. Ukor vaksina doimgidek Optimchilarda bo'ladi. Kecha YouTube'ga Fahriddinga 2025-yil 30-dekabr kuni qo'ygan qo'ziqo'chqor bo'g'oz qo'ylarimiz hammasi inshaalloh sotilib, mana qo'ralarimiz bo'shash jarayoniga yetib keldik. Sotuv jarayonlari zo'r ketyapti. Kimga agar mana arzon qo'ziqo'chqorlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Mana 3 million 800 ming so'mni Optimga bir joyga qo'yilgan. 3 million 550 da Optimga qo'yilgan qo'ziqo'chqorlarning o'zimizning qishlog'imizga sotildi. Bunisi 3 million 500 ming so'mga sotildi. Bunisi 3 million 650 ming so'mga sotildi. Ikkitasi. Bular ham sotilgan. Bularda ham ma'lumotni beramiz. Mana bu qo'ziqo'chqorlarimiz mana 3 million 600 ming so'mdan tanlab olishga qo'ziqo'chqorlarimiz bitta sariq, bitta kashdan Qashqarsi Toshkent viloyatiga, Toshkent shahriga sotildi. 3 million 600 dan bo'ldi. Bunisiga mana Andijonga xaridor bo'lyapti. Mana bunisi o'zimizda ham qishlog'imizga sotildi. Mana realni tepasida ko'rib, realni savdo qo'ylar arzon ekan. Mana YouTube orqali ko'rib keldik. Xudo xolasa qo'ylar yaxshi ekan, narx-navolar arzon.
tavsiya beraman lekin ko'r vaksinasini ham ko'zimizda oldida qilib berishyapti, xudo xolasa. Realni kelaverasizlar. Bu qo'yayotgan narximiz Andijonga sotamizmi, Toshkentga sotamizmi farqi yo'q. Qimmat sotilmaydi. O'zimizni ham qishloqqa ham qo'yib beryapmiz. Inshaalloh sizga ham qo'yib beramiz. Uka 7 million qancha bo'ldi? 100? 7 million 150 bo'ldi. 7 million 150 ming so'mga o'zimizni qishloqqa dastavka qilib uka vaksinani qildik. Uka rozimisiz? Roziman aka. Puldan baraka ham, sotganga ham Alloh barakasini. Bor aka mana 7 million 150 ga o uka vaksina emlamalari ham bir qator chiroyli qilib beramiz. Uka mana emlamasini har 15 kunda qo'llab turaverasiz. Multivit nomi. Immunitetini oshiradi, ishtahasini yaxshilab berish xususiyati bor bunda. Immunitet oshgan qo'y yeyish yaxshilashadi. Yaxshi yegan qo'y har vaqt o'zgaradi. Buni 5 gram mana muskulga qilinadi mana 5 gram. Buni har bir 15 kunda qo'llab tursangiz uka ishtahasi ochilib, qo'ylar yeyish yaxshilashaveradi mana 5 gramdan. Hop, endi ikkinchi ukorimiz bor uka. Ikkinchi ukorimiz hop, Ivermectin teri ostiga qilinadi mana. Ivermectin teri ostiga buni 2 gramdan qo'llaniladi. Qo'ziqo'chqarlar uchun 2 gram, 4 gram ikkitasiga qo'llaniladi. Hop, teri ostidagi har xil parazitlarga, hasharotlarga, turli tuman qurtlarga qarshi effekti zo'r narsa. Buni har bir oyda qo'llaverasiz. Agar imkoniyat bo'lsa, albendazolni qaymog'i bor, undan ham 5 gramdan nahorga ichirib qo'ysangiz, yana ham yaxshi bo'ladi mana. Teri ostiga bunisi mana 2 gramdan qo'llanadi. Bu sal qo'ydi notinch qiladi, lekin qo'rqmaysiz, hali achish bo'ladi-da bunda mana. Mana 2 gramdan 4 gram qilinadi. Ozgina qo'ydi notinch qiladi. Qadrli obunachilar, aka-uka optimchilarga like bosib, kommentariy otanga rahmat deb turaverasizlar. Narxi arzoni, eng zo'rlari aka-uka Muxtorjon Murodjonlarning YouTube kanaliga realni joylab boriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar mana quramiz, bo'shadi, xudo xolasa. Yangi partiyalarimiz yangi yildan so'ng keladi. Kanallarni like bosib, obuna bosib turaveringlar. Assalomu alaykum, bizning YouTube'dagi aka-uka Muxtorjon Murodjonning qadrli obunachilari. Sizlarni aka-uka optimchilar kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Qadrli obunachilar, kanalimiz rivoji uchun, ravnaq uchun bittadan arzimagan like bosib turaverasizlar. Narxlari arzon bo'ladi. 2025-yil 30-dekabr kuni Faxriddin O'zbekistonimizning YouTube kanaliga qo'ygan qo'zi-qo'chqor, bo'g'oz savdolarimizni hammasi realniy savdolar, hammasi zo'r savdolar bo'lmoqda. Ukamizni ham kanal uchun kattakon rahmat aytamiz. Hamma videolarda chiqarib boryapmiz, hammasi sotilyapti. Bu ekranda ko'rib turgan qo'zi-qo'chqorlarimiz 3 million 550 dan Optimga tanlab olishga 3 million 600 ming so'mdan bo'lgan qo'zi-qo'chqorlarimiz 3 million 600 ming so'mdan Toshkent shahriga sotildi. Bir hoji dadamizga sotdik. Inshaalloh endi dastavka jarayonlarini qilib bersak bo'ldi. Endi bularga mana kraskalarni, sariq kraskalarni belgi qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa hoji tog'a mana sariq qo'ylar, bitta sariq, bitta qora kashtangi sizga 3 million 600 ming so'mdan Shopirdan 7 million 200 ming so'm pul berib olishadi. Endi bularga aka-uka optimchilarda doimgidek emlashlari, ukor vaksinalari besplatniy holatda dehqon aka-ukalarimiz uchun bemalol boqishga tayyor holatda qilib berilaveradi. Aka-ukalar optimchilarda emlashlari doimgidek bonus sifatida qilib beriladi. Buni 5 gramdan qilinadi, teri muskulga qilinadi mana 5 gramdan muskulga qilinadi. Ishtahasini ochishcha, immunitetini oshiruvchi ukorlik hisobiga yeb ichish yaxshilashadi, immuniteti oshib yeb ichishi zo'r bo'laveradi mana. Qo'yda ozgina og'riq bo'lishi mumkin, lekin xavotirga o'rin yo'q. Chunki buni ziyoni yo'q. Foydasi bo'lsa borki, ziyoni yo'q. Endi hop, Ivermectin ukori bor, teri ostiga 2 gramdan qilinadi. Bu ham ozgina qo'yni og'ritishi mumkin, lekin buni ham foydasi juda ham yaxshi. Kimga agar mana shunaqa qo'zi-qo'chqorlar, bo'g'oz sog'liqlar yoki-da barra qo'zi-qo'chqorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aka-uka optimchilarga aloqaga chiqarasizlar. Ekranda ko'rinib turgan nomer 24 soat sizlarning xizmatingizda. Buni teri ostiga mana 2 gramdan teri tortiladi. Shprisda iynasi pastga qaragan holatda suqib mana 2 gram teri ostiga qilinadi va qo'l bilan mahkam bosib, yana sirasini tarqatib qo'yishga to'g'ri keladi. Mana endi 2 gram bunisiga mana. Aka-uka optimchilar kanali uchun, rivoji uchun bittadan like bosayotganlardan hammalarga Alloh rozi bo'lsin. Ilohim mana shunaqa qo'ylardan 100 ta, 200 ta boqish hammalaringga nasib qilsin inshaalloh. Aka-uka optimchilarga realni obuna bo'lib turaverasizlar. Aka-uka optimchilarda eng arzonlari, eng sifatlilari aka-uka optimchilarda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.